Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Dumg'aza travmalari to'g'risida suhbatimiz ketayotgandi, davom ettiramiz. Xo'sh, dumg'aza travmasidan yana beradigan bir qismlari gemoroy. Gemoroy kasalligini kelib chiqish sabablari. Mana bemor betoblarimiz, bular tajribalarimiz shularga asoslangan holatda shu narsani aytib o'tamiz. Mana murojaat qilinadi bizda. Bel og'riyapti, belda orqasida og'riq, u past qism dumg'azada og'riq. Yo bo'lmasam biz aytamiz dumg'azada og'riq bor ekan, issig'ida davolansiz, davolandingiz. Davolanmasangiz shuni oqibatidan gemoroy holatlari kelib chiqishligi to'g'risida oldindan ogohlantirib qo'yamiz. Mana shunday holatlar ham bo'ldi, ogohlantirganlarimiz. Keyin mana murojaat qilindi, oradan picha vaqt o'tgandan keyin, gemoroy bo'lib qolgan. Xo'sh, gemoroyda o'zi mana gemoroy nima? Bu yerdan Alloh taolo nihoyatda bir insonni mukammal ishlab qo'yganki, mukammal ishlab qo'yganki 6 tomir o'tib ketadi. Xo'sh. Bu dumg'azada ezilish, shikasti oqibatida o'sha tomirlar o'zini xususiyatini yo'qotishligi. Ba'zi odamlar mana gemoroylar suyak surammi degan savollar ham bo'lib qoladi. Yo'q, gemoroy hech qanaqa suyak surmaydi. Xo'sh, bu ham xuddi shu varikozga o'xshagan narsa. O'sha qismga ketgan gemoroy qismidan o'tib ketgan tomirlar nerv sistemasida ezilishlikda oqibatida tomirlar o'zini xususiyatini qo'yib yuborishligi. Endi ba'zi odamlar qolmayapti, bunday holat deb shikoyatlari bo'ladi. Endi ba'zi odamlarni bunday kuzatadigan bo'lsangiz, giloslarda danagi bilan yutishlik. Ba'zi holatlarda shuncha qiziqib qolganlar uncha mayda o'raydi ham danagi bilan yutib yuboradiganlar bo'ladi. Yo bo'lmasa ketib qolibdi deb. Buni oqibati, ya'ni ham Alloh taolo o'tish davrini juda chiroyli qilib qo'ygan, insonda suyilish, ichki holatlarda o'tishlikda nihoyatda organizmda tuyuq holatlar, imanovi nimalarni ham meva-chevalarini ham o'tish davrida nihoyatda bir moslashganligini evaziga har qalay yutiladi. Ba'zi holatlarda ich qatib qolishli holatlarida shunda ichki yo'g'on ichakda shilib o'tishligi bilan yorilish. Ya'ni yo'g'on ichakda yorilishlik bo'lib turib, u narsani ichki holatda bitib ketishlik darajasi sekin bo'ladi. O'shini evazida ham og'riq, yo'g'on ichakda og'riq darajasi bo'ladi. Bu dumg'azanikidan emas, endi uni ham o'ziga yarasha ta'siri bo'ladi. Keyingi holatlarda aytib o'tib ketamiz. Buni gemoroyga beradigan holatlari yuk og'ir ko'tardi, yo mana unday bo'ldi, anunday bo'ldi, yo o'ta sovuq o'tib ketibdi. Ko'p tahorat mustahabga sovuq suv ishlatar ekan, shunaqangi har xil bahonalar bo'ladi insonlarda. O'zi aslida bu narsa ham sabab bo'lavermaydi. Asosiy sabab dumg'azadagi shikast. Dumg'azadagi shikast bartaraf qilinishligi bilan Xudo xohlasa gemoroyda oldi olinadi. Mabodo gemoroyga uchragan bo'ladigan bo'lsa, albatta oldin dumg'aza sistemasidagi shikast davolanib olinadi. Keyin Xudo xolasa gemoroy holatlari ham normativ holat ushlab ketadi. Endi bunga xo'sh dumg'azadagi travmalar bartaraf qilindi. Xo'sh, gemoroyni o'ziga qanday biz yordam ko'rsatishimiz mumkin? Tabiiy narsalardan deyiladigan bo'lsa, bunga yordamimiz Alloh taolo Qur'onda shifo degan asal. Xo'sh, mana tikon, ko'z tikon ham bo'laveradi endi. Biz aytgan tikonlar bir topishlari qiyin bo'ladi. Endi hozirgi kunda ko'proq tarqalgani ko'z tikon. Ko'z tikon kuydirilib, tikonni o'zi kuydiriladi. Kuydirilib, no'xatdek tikonni kuli yong'oqdek asalga aralashtiriladi. Bu narsa gemoroy ichki sistemaga
Dumg'azadagi travma bartaraf qilingandan keyin shikast eng kami 21 kun miqdorida qo'yib turiladi. 21 kundan oshiq qo'yilsa ham bo'laveradi. Eng kam 21 kun bo'lishligi shart. Qo'yib turiladi, oradan 1,5 oy, 2 oy o'tkazib yana bir marta, yana 1,5 oy, 2 oy o'tkazib yana bir marta ichki sistemaga qo'yiladi. Xudo xohlasa, gemoroy, ya'ni tomirlarda ishish, funksiyalari buzilish holatlari normativ holatda ushlab oladi. Yaxshi, savollar bormi? Assalomu alaykum va rahmatullohi.